Yodgor aka, sizni hamma aktyor, ijodkor deb taniydi. Teatr, kino aktyori, lekin O'zbekiston futbol tarixida eng birinchi darvozabon bo'lganingizdan hech kim xabari yo'q. Ko'pchilikning xabari yo'q. Endi bundan nima deydi, men bu bilan hech qachon maqtangan emasman, g'ururlanganman. Kamdan kam joyda aytganman buni, lekin o'zimning muxlislarim bor edi o'sha paytda. 1964-yil dekabr oyini oxirlarida Paxtakor jamoasi o'sha paytdagi ittifoq davridagi futbol nimasida A klassiga o'tgan. Shunda Mixailosh Yakushin degan eng zo'r murabbiyni olib kelishgan. Ham o'sha paytda o'sha futbolga juda nima deydi, yaxshi qaragan o'sha paytdagi respublikaning rahbari Sharof Rashidovich o'sha Yakushinni olib keltirganlar va meni o'sha 1964-yil dekabrining oxirida shu Paxtakor futbol jamoasiga ishga taklif etishgan. Ishgaki o'shanda himoyachi bor edi o'zbeklardan, yarim himoyachi bor edi, hujumchi bor edi, lekin darvozabon yo'q edi hali o'zbeklardan. Bor edi bitta darvozabon, Yodgor aka bor edi, olib borib, endi ular kam o'ynaganlar, lekin o'sha Paxtakor jamoasiga birinchi o'zbek darvozaboni bo'lib meni qabul qilishgan o'sha paytda. Professional futbolga, endi o'sha paytdagi nima deydi, ittifoq birinchiligida qatnashadigan va o'sha 64-yil dekabrda bo'ladigan bo'lsa, keyin yanvar kelishi bilan biz jamoa bilan mavsumga tayyorgarlik ko'rish uchun Samarqandga ketganmiz. Samarqandda o'quv mashqlarini o'tkazish uchun borilgan. U yerda ob-havo sal durust bo'lgani uchun o'sha yoqqa ketganmiz. Ana shu yerda keyin men shu komandani ichiga sekin-sekin jamoamizning ichiga kirib borganman va ular Yodgor deyishardi. Keyin oxirida keyin Gennadiy Krasnitskiy bor edi, Stanislav Stadnik bor edi u paytda. O'sha ittifoqdagi yulduz futbolchilardan o'shalar keyin Yodgor ishga qiynalib, "Ты теперь наш Yashin" deyishgan. Hazillashib. Har doim trenirovkalarda ham, mashqlarda ham "Yashin где-то" deb qo'yishardi. Hazillashib, bu albatta menga yoqardi, chunki Lev Yashin bu dunyodagi nima deydi, eng yaxshi darvozabonlardan, eng zo'rdan bittasi edi. Dunyoda birinchi o'rin darvozabon hisoblanardi. Shunaqa qilib men shu jamoada keyin to'p tushirdim. Imkoniyati boricha yaxshi mashq qilishga harakat qildim. Endi yosh edim hali, harakat qildim. Shu bilan keyin 65-yil o'sha yana meni esimda qolgan narsalardan bittasi 65-yil o'sha mavsum boshlanishidan oldin keyin o'sha paytdagi O'zbekiston Kompartiyasining birinchi sekretari hisoblanardi Sharof Rashidovich o'sha butun jamoani qabul qilganlar. Shu 6-etajda qabul qilganlar. Shunda men ham birga kirganman. Shunda aytishgan, mana darvozabon, o'zbek darvozabonlaridan birinchilaridan Yodgor Sa'diyev deyishgan. Men juda g'ururlanganman bundan. Albatta Sharof Rashidovich xonalariga kirish butun jamoa bilan kirganmiz. Bu narsa meni juda ham esimda qolgan. Esimda qolganini hali gapimni davomida yana aytib beraman negaligini. Keyin 1966-yilda ham yana mavsum boshlanishidan oldin Sharof Rashidovich qabul qilganlar Paxtakor jamoasini. O'sha paytda jamoa juda kuchli jamoalardan hisoblanardi. Ko'p haligi shu ittifoqdagi jamoalar Paxtakordan cho'chib turishardi, chunki juda yaxshi o'yinchilar ko'p edi. Ustoz o'yinchilar juda ko'p edi. Shu bilan birgalikda o'sha bizni nima qiladi, mashq qiladigan joyimiz Chig'atoyda joylashgan edi. Bu yerda ikkita stadion bor edi va o'sha yerda kottejlar bor edi. O'sha yerda men kim bilan, Maqsud aka Sharipov, Raval Zakirov o'shalar bilan birgalikda bitta xonada tayyorgarlikni ko'rardik, bitta xonada turardik. U yerda endi o'yinlardan oldin mashqlar o'sha yerda bo'lardi, hamma narsa o'sha yerda bo'lardi. Bu ham menga juda katta bir maktab bo'lgan. Keyin meni juda ham yaqin jamoadagi odamlarimdan bittasi bu Erkin aka, birodar Abdurayimov ishadi.
Erkin aka bilan boshqa shaharlarga borganimizda, o'yinga borganda Erkin aka bilan ko'pincha birga bitta xonada turar edik. Bu ham bir qanaqadir mas'uliyatni his qilardi. Keyin endi meni bo'yim juda darvozabon uchun juda haligi yaqqol darvozabonni bo'yi emas edi, lekin o'sha paytda ittifoqda eng zo'r darvozabonlardan bittasi Lev Yashin bilan birgalikda Anzor Kavazashvili edi. U Kutayseni Torpedo komandasida o'ynagan, keyin bu yoqqa Moskvaga o'tib, Spartakda, Dinamo jamoalarida o'ynagan va o'sha ittifoqqa nima deydi, eng mashhur jamoasida, ittifoqi oddiy katta jamoasida birinchi darvozabonlardan hisoblangan. Uni bo'yi qancha edi? Uni bo'yi mendan 1 santimetr kichkina edi, qarang. Biz meniki 176 bo'lsa, Anzor Kavazashviliniki 175 edi. Lekin bizda sakraluvchanlik bor edi, hamda epchillik bor edi. Men o'sha paytlarda 175 balandlikka sakralardim. Bu juda ham yaxshi ko'rsatkich hisoblangan. Undan keyin men hech qachon nima deydi, u paytda shu narsada jamoadan men mo'may pul ishlayman degan niyat umuman bo'lgan emas. Miyada faqat futbol bo'lgan. Qolgan o'yinchilarda ham shunaqa bo'lgan. Futbol bo'lgan va O'zbekistonni dong'ini taratish uchun qilingan ishlar bo'lgan. Hattoki bir kun meni o'sha Xalosh Yekushin chaqirdi-da, "Nimaga sen oylik olmayapsan?" dedi. "Men oylik olyapman." dedim. "Qayerdan olyapsan?" dedi. "Paxtakor o'sha maktabidan olyapman 80 rubl." Bolam, men o'yladim, sen oylik olmay uylanish uchun yig'yapsanmi pulingni? Yarim yil o'tgandan keyin yarim yillik oylikni olmagan ekanman. Qarang, 150 rubl oyiga oyligim turgan ekan. Juda katta pul-ku. Ha, bilasizmi, keyin borib oldimda, keyin onam rahmatliga olib kelib berdim. Onamlar bir ko'z bilan bizni katta qilgan edilar. Akamni ham, meni ham 900 rubl, 900 so'm endi. Katta pul. Mana ayajon desam, "Nima qilding? Qayerdan olding? O'g'irladingmi?" Darrov unaqa qilib, "Yo'q, ayajon, shunaqa o'sha futbolda o'ynaganimdek, oylik olarding-ku." "Yo'q, bu yerda ham, jamoada ham oyligim bor ekan meni." degan yig'lab bag'rlariga bosib duolar qilgan edilar. Bu narsa hech qachon meni esimdan chiqmaydi. Bilasizmi, shuning uchun bu futbolga mehrim juda katta edi. Juda katta edi. Keyin o'sha eng ko'p qiladigan mehnatim o'sha mashqlarda ko'p mehnat qilardim. Chunki kerak edi bu narsa. Juda ham kerak edi. Odamni o'sha mahorati oshib borishi uchun juda ko'p kerak edi. Keyin uzoqqa sakrashga, chunki epchillik kerak edi darvozabonga. Har holda endi men o'zimga ustoz deb Yuriy Pshenichnikovni bilaman. Menga ustozlik qilgan, juda ham yaxshi qabul qilgan meni. Endi dublyorlar jamoasida ko'p o'ynaganman, lekin katta jamoaga esa har doim nima deydi, zaxirada o'tirardim. Juda ko'p bunaqa narsalarni har doim eslab turaman. Keyin bilasizmi, oxiri nima bo'ldi? Nima qo'ydi? Sekin akam o'sha paytda teatr oliygohiga o'qishga kirgan edilar. Ular deyarli uni tugatish arafasida edilar. Keyin endi otam rahmatli mana shu teatrda 1929-yil Shunabi Rahimov, Olimxo'jayev, Shukur Burxonov, Karim Zokirovlar bilan birgalikda shu teatrga kelishgan birinchi bo'lib 29-yilda. Shu qon tortdimi keyin sekin nimagadir meni shu yoqqa tortaverdi. Shuni so'ramoqchi edim, nimaga o'sha futbolda qolmadingiz? Ha, mana shu tarixda eng birinchi darvozabon bo'lgan. Bu yoqqa sekin meni nima deydi, shu narsa torta boshladi o'ziga. Keyin fizkultura oliygohini sirtqi bo'limida o'qirdim. 3-kursga o'tgan edim. Meni ko'p nima deydi, ish boshlashim, ish tugatishlarim shu aprel oyiga to'g'ri keladi. Bilasizmi? Aprel oyiga. Va endi 4-aprelga to'g'ri keldi. Nimagadir ikkita narsa hozir yana aytib beraman sizga. 1967-yil 4-aprelda keyin men jamoadan arizamni yozib ketdim. Va o'sha haligi fizkultura oliygohidagi butun hujjatlarimni olib, teatr va rassomchilik oliygohiga topshirdim. Bu narsa ichimda shu g'alayon qilgan edi. Bilasizmi? G'alayon qilgandi. Futboldan ketish juda ham mushkul bo'lgan. Lekin bu yoq taraf
endi qon tortgan deydi-yu. Keyin institutda o'sha teatr va rassomchilik oliygohida menga Hamid Abdullayevich rektor, endi maqtanish emas, men mashhur edim. O'zbeklarning ichida mashhur edim. Futbolist sifatida mashhur edim. Endi bu institutga kelib qolganimni o'zi bular uchun ham qanaqadir bir notabiiy narsa bo'lgan edi bularga. Qanaqasiga futbolchi kelib bu yerda nima qilyapti? Imtihonlarni topshirdim. Keyin aytdilarki, nimaga futbolda qolmadingiz hozir siz gapingizni? Dedilar, keyin men o'sha spektakldagi Hazrat Navoiyning gaplari bor. Men aytdimki, futbolga bo'lgan muhabbatim san'atga bo'lgan muhabbatimni bir uchqunidir dedim. Bo'ldi, siz qabul qilindingiz degandilar. Shu narsani o'ylab topib aytgandim o'sha paytda. Bilasizmi, lekin tayyorgarlik qilganmidingiz yo o'z-o'zidan kelganmidi o'sha yo'q, joyda? keldi shu narsada. Gulga bo'lgan muhabbatim degan nimalari bor edi. O'sha narsa o'sha yerda, shu yerda keldi bir qanaqadir improvizatsion bo'lib keldida, shunaqa degan, bo'ldi, qabul qilindingiz. Ha, unday keyin bu savol shunaqa ediki, endi men siz futbolchisiz, agar kelib bizga bu kerak, bu darvozabonni olib ketib qolishsa, nima qilasiz? Bormayman. Zo'rlashsa-chi? Men mana shunaqa deganman keyin. Futbolga bo'lgan muhabbatim, san'atga bo'lgan muhabbatim bir uchqunidir. Shuning uchun men shu yerda qolaman deb aytganman. Shunday qilib futbol bilan xayrlashdim deb ayta olmayman. Chunki o'sha Paxtakor jamoasini, faxriylar jamoasida ham ko'p o'yinlarda qatnashib, o'zim ham maza qilardim. Ana o'shani oxirlarida keyin o'sha faxriylar jamoasida ko'p qatnashganimdan keyin menga futbol bo'yicha sport ustasi degan mukofot berishgan. Teatr oliygohini bitirdim. Televideniyada chiqadigan boshladim. Keyin 1980-yil Hamid Olimjonning 80 yillik tavalludlari Moskvadagi o'sha Kolonna zalida qilinadigan bo'ldi. Sharof Rashid qatnashadigan bo'ldilar unda. Qarang endi necha yil o'tdi oradan. Shu bilan birgalikda men o'sha kechada Gulchehra Jamilova bilan birgalikda biz boshlaychidik. Boshlab berardik. Endi u yerda Botir Zokirov, Yalla, Bahor, hamma O'zbekistonning eng katta san'atkorlari ishtirok etishardi jonli ijroda. Keyin turdik, sahnada turdik, bir mahal keldilar deb qolishdi. Endi o'sha kolonniy zalda bunday haligi nima deydi, правительственный lojaga o'tish uchun sahnaning orqasidan o'tish kerak. Biz sahnada turibmiz. Kirib keldilar Sharof Rashidovich. Men oxirroqda turibman. Oldimda Gulchehra Jamilova. Hammadan so'rashib keldilar deb shunda to'xtab, "Yaxshimisiz?" dedilar. "Assalomu alaykum." "Va alaykum assalom. Men sizdan xafaman" dedilar. Qarang, 66-yil, bu 80-yil bo'lyapti. Nimaga Sharof Rashid? Futboldan ketganingizga xafa bo'lgan edim. Har holda birinchi o'zbek darvozabonisiz siz. Lekin televideniya orqali ko'rib turibman ijodingizni. Mana bundan men xursand bo'lyapman. Sizga muvaffaqiyat tilayman dedilar-da. Shunday kirib ketdilar. 1,5 minutdan keyin borib o'sha lojaga o'tirdilar. Muzika boshlandi, biz chiqib men boshlashim kerak. Qarang endi hayajonni. Bunaqa hayajon umrimda kamdan kam bo'lgan. Chiqyapman, muzika ketyapti. Bo'lmasam endi uyqudan uyg'otib haligi chaqirsa ham nima deydi? Shu she'rni aytalaman. Hamid Olimjonni. Vodiylarni yayov kezganda bir ajib his bor edi menda deb boshlanishi kerak. Kelmayapti. Muzika kelyapti. Meni gapiradigan joy, ey Xudo. Vodiylarni yayov kezganda chiqib o'tib ketdim, o'sha hayajondan o'tib ketdim. Mana bu 3-chi va so'nggi uchrashuvimiz bo'lgan edi Sharof Rashidovich bilan. Bilasizmi, bu meni bir umrga meni qalbimda muhrlanib qolgan bu uchrashuvlar. O'zbek futbolining tarixi boshlanganda Qo'qon shahrida. Nima deb o'ylaysiz? Nimaga aynan Qo'qonda boshlangan bu narsa? Nima deb o'ylaysiz? Qo'qon bir markaz hisoblangan. Har bir narsa tarafdan. Bori o'sha savdogarlik tarafdan ham, boshqa jihatlar tarafdan ham, hammasi jihatdan ham, demak, sport tarafdan ham o'sha qanaqadir bir markaz hisoblangan Qo'qon. Xonlik tegi. Qo'qon xonligini territoriyasini oladigan bo'lsangiz, hozir qo'shni mamlakatlarimizni ham territoriyasini olish mumkin, chiqarish mumkin. Shuning uchun markaz bo'lgan u. Qo'qon xonligi o'sha Qo'qon xonligidan chiqqan narsalar bular hammasi deb o'ylayman. Demak, u xonlikning ham foyda tomoni mana qarangki, bor ekan,
Mana shu narsalar hammasi chiqqan. Shuning uchun juda ko'p odamlar u yerga kelgan, Qo'qonga. Intilishgan Qo'qonga. Siz Sovet ittifoqi davridagi futbolni juda ham yaxshi bilgansiz, o'zingiz shu narsada ishtirok etgansiz va hozirda yoshi ulug' insonlarda hamisha futbol haqida ularga savol berishganda, ular aytishadiki, Sovet davridagi o'zbek futboli eng kuchli bo'lgan. Siz nima deb o'ylaysiz? Shu gap rostmi? Judayam mahoratli o'yinchilar ko'p edi bizda. Shuning uchun ham o'sha Stanislav Sadnik ham, birodar Erkin Abduraimov ham, To'lagan Isoqov ham, bizdan keyingi kelgan yana Anlar, boshqalar hammasi o'sha ittifoq terma jamoasida o'ynashgan bular. O'ynashgan. Bu bekordan bekorga bo'lgan emas. Deylarmi? Negizi o'zbek futbolini negizi Qo'qondaligidan mana shuni darajasi ham mana shu narsaga ne kelgan? 1966-yil jahon chempionati bo'lgan. Shunda meni esimda Shaxtyor Donetskda biz o'ynayapmiz va birinchi mavsum, ikkiga bo'linadi mavsum endi. Birinchi mavsum tugayapti deb Paxtakor jamoasi hech qanaqangi mag'lubiyatsiz birinchi mavsumni yakunlayapti. Bu ham o'sha paytdagi bo'lgan futbolimizning yuksak darajasi edi. Mag'lubiyatsiz. Keyin shunda Mixaylovich Yakushin keldilar-da, o'tirdilar. Men yonlarida endi zahiradagi darvozan sifatida o'tiribman. Ana qarang, yana bitta anaqani. Jahon chempionatidan keldi-da odam. O'tirdilar, yonlarida o'tiraman, pole bu yoqda. Keyin qarab o'tirdilar, shartta o'girilib oldilar. Orqalarimdan o'tirdilar. Mixaylovich, pole jutam desam, мне нравится мне этот футбол. Надо нам дорасти до того футбола, откуда я сейчас увидел. Так это же в ваших руках сам. Да, ты прав. Это в моих тоже руках. Да, o'g'rilar yana bu yoqqa qarab o'tiribdilar. Haligi buni Mixaylovich Yakushin eng usta murabbiylardan edi. Hitriy Mixey deyishardi. Judayam hali kombinatsiyalarga usta, judayam komandani kerak joyida olib chiqib ketishga qurbi yetadigan trener edi. O'sha Yakushinning maktabi bizni futbolda qolgan. Undan oldin Keller bo'lgan. 6-o'rinni olgan ittifoqda. Qarang, bu narsalar hammasi etap bo'lgan. Shuning uchun men o'ylaymanki, baribir bugungi kundagi futbolimiz o'sha davrdagi futbolni davomi va uni yaxshilangan varianti bo'lib keldi. Paxtakor 79 fojiasi qanchalik o'zbek futbolini rivojlanishini to'xtatgan? Bu fojia o'zbek futboliga juda ham katta zarba bo'lgan. Nafaqat bizni qadrdonlarimiz, farzandlarimiz, men uchun ular farzanda edi. Qadrdonlarimiz, mohir futbolchilarning halok bo'lishidan qat'iy nazar o'zbek futboliga juda ham katta zarba bo'lgan. Chunki juda ham yetilgan futbolchilar o'sha paytda. Juda ham yetilgan edi. U Paxtakordan cho'chib turishardi. Boshqa jamoalar cho'chib turardi o'sha paytda ham. Shu fojiadan oldin o'yin bo'ladigan bo'lsa cho'chib turardi Paxtakordan. Chunki bilmasdi qayerdan chiqib qoladi bu komanda, qayerdan chiqib qoladi bu jamoa. Lekin juda mohir futbolchilar o'sha paytda paydo bo'ldi bizda. Shu paytda paydo bo'ldi. Allohim buni bizga ko'p ko'rdimi? Endi bu fojia, buni eslasam hozir ham mana ichim titrab ketyapti. Chunki men qadrdonlarimni yo'qotganman o'shanda. Chunki ular men uchun bir farzanda edi. Farzandlarimda edi. Qadrdonlarimda edi. Yaxshi qarang, o'shanda To'lagan kasal bo'lib qolib ketgan. Va umri mana bu yergacha yetib keldi To'lagan. 2005-yildan 2016-yilgacha jahon chempionatiga chiqishimizga sal qolishiga sal qolgandi. Gapingiz to'g'ri. Sal qolishiga sal qolgan edi. Ba'zida bir ochko yetmadi, ba'zida bir gol yetmadi. Nima deb o'ylaysiz? Qanaqa bir o'sha paytda bir jiddiy muammolar bo'lganki, biz endi men hozir u paytda bir jamoani ichiga kirgan emasman, lekin baribir nima bo'lishidan qat'iy nazar jamoani rahbariga bog'liq. Eng kerakligi. O'sha bekordan bekorga Mixaylovich Yakushin teskari qarab o'tirmadi. O'sha o'yinimizni ko'rib, u yerdagi mahoratni ko'rib, buni ko'ra olmayman dedi. Keyin aytganimdan keyin, men olib chiqishim kerak deb bu yoqqa yana qayrilib o'tirib olgan edi. Mana bu nima deydi, anaqalar murabbiylar pishiq,
bittayam chertib oladigan murabbiylar edi. Jamoaga qabul qiladigan futbolchilarini ham hammasini ko'rib, bilib, sezib turardi va otaday mehr bor edi ularda. 2016-yilda o'zbek futboli tarixida juda jiddiy burilish bo'ldi pozitiv tarafga. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi xatolarni biz to'g'riladik? Bor jamiki hamma xatolarimizni yarmisini to'g'riladik 2016-yilda. Mana yana yarmisini to'g'rilashimiz uchun yana qarang, yana 10 yilga yaqin vaqt kerak bo'ldi. O'sha xatolarni hammasini to'g'rilash uchun. Lekin yigitlarimizda shajoat paydo bo'ldi. Ular ham nimaga endi biz emas? Nimaga palon? Undan keyin bir tarafi o'sha jahon chempionatida jamoalarni ko'paygani ham. Bu ham juda ham katta motivatsiya berdi. Men motivatsiya degan so'zni uncha yoqtirmayman o'zi. Yoqtirmayman, o'zi oldimdan motivatsiya chiqib ketdi. Juda ham katta nima deydi, haligi bir rag'batlantirish bo'ldi. Bildingizmi? Shuning uchun ham men o'ylaymanki, bu narsalar bundan keyin ham endi davom etadi. Bundan keyin biz pastga tusha olmaymiz. Buni yigitlar ham biladi, jamoa rahbarlari ham biladi. Chunki keyingi bo'ladigan jahon chempionatida ham xudo xolasa qatnashishga biz hozirdan intilishimiz kerak. Hozirdan kuch-g'ayratimizni to'plab borishimiz kerak. Yana 4 yildan keyin chiqayotgan yoshlarni yanada nima deydi? Vatanga bo'lgan mehrini ko'proq, futbolga bo'lgan nimasini, mehrini ko'proq biz rag'batlantirib turishimiz shart, albatta. Va bu narsa bo'ladi xudo xolasa. Tarix agarda degan so'zni bilmaydi. Lekin bir gipotetik savol bermoqchiman sizga. Agarda qachondir vaqt mashinasi ixtiro qilinsa va sizda o'tmishga sayohat imkoni bo'lsa, o'zbek futbolining tarixida qaysi bitta voqeani o'zgartirgan bo'lardingiz? Bu juda ham murakkab savol. Meni qo'limdan kelarmikin buni o'zgartirish degan bitta fikr miyamga keldi. Bu narsa meni qo'limdan kelmasdi. Chunki men kam vaqt ichida futbol bilan shug'ullandim. Bilasizmi? Lekin muhabbat o'sha. Lekin o'zim bu sport bilan buni davom ettirmaganimdan keyin bu savolga men o'zimdan o'zim mana shunday deb javob berishga men ojizman. Qaysini o'zgartirish kerakligini ojizman. Chunki baribir men u maydondan mana bu sahna maydoniga o'tganimdan keyin meni ko'proq ko'nglim mana shu sahna maydonida. Shuning uchun men hozir bu yerda nimani o'zgartirish kerak bo'ladigan bo'lsa, ana unga meni itoatim ham, qurbim ham yetishi mumkin va o'zgartiryapmiz ham hozir. Jahon chempionatiga chiqqanimizni eshitganingizda nimalarni his qildingiz? Bilasizmi? Men nimagadir mana shu yil jahon chempionatiga chiqishimizni dilimdan Allohdan ham so'ragan edim va bunga ishonardim. Tayyorgarlik tegida bor edi. Ya'ni hayron qolmadingiz? Yo'q, hayron qolganim yo'q. Men faqat o'sha bolalarimizga hayron qolmay qoyil qoldim. O'zlarining vazifalarini bajarganliklarini, o'zbekni yana o'sha futbol maydonida ham mavqeini ko'targanliklari meni ham ko'kragim keldi. Chunki men darvozabonman har holda. O'zbekistonning birinchi o'zbek darvozaboniman. Bu nima deydi? Juda ham katta g'urur men uchun bu narsa. Lekin juda ham unaqa haligi hovliqmagandim. Ko'nglim nimagadir huzurda edi. Bo'ladi xudo xolasa. Mana shu yil bo'ladi. Chunki mana qarang, 3-4 yil oldingi bo'lgani. Bir qadam, yarim qadam, chorak qadam keldi o'zi. O'sha chorak qadamini bosib o'tildi va jahon chempionatiga kirib bordi. Eng kerakligi mana shu. Men yana qaytadan aytaman. Biz albatta Allohdan so'raymiz, yigitlarimizni har doim qo'llab-quvvatlab turamiz. O'sha jahon chempionatida chempion bo'lishsin degan gap yo'q menda. Bular o'sha chempion bo'ldi. O'sha yilga qatnashganini o'zi. Futbol o'zidan o'zi bo'lmaydi. O'zbekiston kim yana bor bu yoqda? Ittifoqda. Qarang, agar ittifoq oladigan bo'lsak, nechta qaysi jamoa bor u yerda? Hisoblab chiqsa, O'zbekiston bor. Faqat biz. Qarang, mana bu eng katta g'urur. Shuning uchun o'sha yerga borib, o'sha yerda to'p surishlarini o'zi bu katta g'alaba va ular hech qachon
o'zbekni yuzini yerga qaratishmaydi baribir. Ana u yerdan ana butun jahon o'zbek futbolchilarini talab ketishiga meni ishonchim komil. Oxirgi iltimos mana shu kameraga qarab bitta so'z bilan yoki bitta ibora bilan o'zbek futboli men uchun bu. O'zbek futboli men uchun bu g'urur.